Mutek arkadaşlar to'g'risida yangi hikoya keldi. Kashmi kirib qolibdi. Bu mutek arkadaşlarni bizning peshqadam pantozlar asosan hammasi biladi. Hamda bilmaydigan yangi to'rdoshlar bo'lsa 51-qismni qayta anglasanglar, mush mutek arkadaşlarning hikoyasi bor, shu yerdan bilib olsanglar bo'ldi. Hamda shu hikoyani tugatgan vaqtimizda biz bu mutek arkadaşlar hozir mancha kelib turdik degan. Necha kun burun shu mutek arkadaşlarning birisi kelibdi. Bu adımız ocaqda yer astida bir ish qilibdi. Shu kelib, "Sen uyingga bir model qo'yib oldingmi?" deb so'rabdi-da. Endi bu adımız saypon olgandan keyin, tikich olgandan keyin, kiyim tikkanda ishlatadigan modeldan birini uyga qo'yib ekan-da. Onun hamda kiyimlarni kiygizib qo'yibdi ekan. Bir qizil rangli po'payka, ashtaq bir modelga kalti chochlari bor ekan texnon. Ashni uyga qo'yibdi ekan. Bu motekadash ashni uyga qo'ydingmi, model qo'yib qo'ydingmi debdi. Ha desa, ashni bir üstüge bir yeb qo'yamsa yo ochiq ishxonangga ochiq yutamsa, yo'qotqin, uy qo'yma. Eski og'ini bolalar bor ekan, masalan, binoda. Ustidagi momayni va qo'rqitib ketib bordi deb motekadash aytdi debdi-da. Shunda ha bo'ldi debdi bu adimiz. Shu kuni uyga kirib, ham uning ustiga bir yeb qo'yma deb unutib qopti. Shu kun kech kiribdi. Ertasi ham motekadash yana kelibdi ishxonasiga kelib. Sen nima ish mening gapimni anglamaysa, baq qo'rqitib ketdi, olmayni oqshom baq qo'rqatdi. Sen bugun nima bo'lsin, ash uyingdagi ashni yo'q qilib, olmayni yo'qlab qo'y, baq qo'rqatdi debdi. Shundan bo'ldi deb bu adimiz hamda o haykalni ishxonga chiqib yetibdi. Anan ekan süt, non degan bir bilan elib bu momayni yo'qlab kiribdi-da. Endi bu momay o'zi o'qituvchi bo'lgan ayolga bir balası ki o balası qaytışıp gitip nevreleri işkiri ticaret kılıp ashtaq bir yalğız qalgan momay ekan-da. Belki qiramaz ki 60 necha yoshga shu yalğız kelgan. Shu momayning uyga chiqsa, bu momay ishni ich qo'yib, uyda o'ltaganda o'ngsuli yo'q qarasa. Shu bu adamlardan biladi-ku nima ish bo'lganini. Kirib, "Voy, qandaroq ahvolingiz?" deb ko'rishib, "Sizni yo'qlab kirdim" deb narsalar qo'ygan ekan. Parashib o'ltirib shu, "Nima bo'ldingiz bek? Chiroyingizning o'ngsuli yo'q-ku, mijozingiz yo'qmi?" deb so'rabdi. So'raganki, "Umay, voy qizim, men sizga deb biray" deb momay gapini boshlabdi. Shu kuni kechda mutek kelib, "An yo'qdi" deb mo'adimiz unutib qolgan kuni kechda bu momay uyda yotsa, uxlayotgan vaqtda. Bak baldir uxlaydi-ku cho'nglar. Xil baldir vaqtlar, 9:20-10 vaqtmi. Ishkin tak bir chekibdi. "Voy, bu kim kelgandi" deb bu ayollar uyg'onib ishni ichibdi. Açsa, ashtaq bir chochlari qisqa, qizil po'pay kiyib olgan bir qiz tug'anda edi. Endi bu momay hamda bu musho ahalla komitetining meni yo'qlab kirgan odam o'xshaydi, ahvoli egallab, meni yo'qlab, ahvol so'rab kirgan o'xshaydi deb ahvollashgan bo'pti. Shu uyga boshlab kiribdi. Kirib o'ltiribdi, o'ltirib o'ltirg'izib, choylarni qo'yibdi. Çayın aldığı koysam cimmirli oturuptu. Şu ikisi bir xil bu qapda gaqlamay, o qizni qachon gaqildi kesi ya gaqamapti. Bu momay çaylarni qo'yib oturuptu. Birdan o'ltagan ekan, bu momay qarg'is gaqamagan. "Ha qizim, bir ishingiz bormi?" desa, o qiz gapmi qilmay, leh o'rnidan turib asta eshik tarafga qarab menib, ishni ochmayla, sho'ng'ib ketgandek ketdi. Buni ko'rib bu momay shunda bir qo'rqib surbis nima bu deb uyda yotolmay osh kun kechda udul qo'shnisining eshigini chekib, "Voy, men baq qo'rqib borma" deb udul qo'shnisining uyiga kirib shu yerda yetibdi. Endi mo'adimiz kirganda eshik ochiq dedi-ku, shu o'zining uyidan qo'rqib, "Mana haqna uy turaversin bo'lmaydi" deb shu o'zining uyida eshikni ichib qo'yib yotganki. Shundan bilan bu adimiz endi tasalli berib, "Voy, mush odam charchagan vaqtda işte ko'zlariga bir nima ko'rindi, balkim tushingiz o'xshaydi yo xiyoliy tuyg'u o'xshaydi, ansirmang. Badningiz ajizlab qolgan bo'lsa, men sizni doktorga olib boray" debdi. "Yo'q, bo'ldi. Doktor bo'lsam bo'ldi" deb umay. "Menga bir necha kun qonishmagan bo'lsangiz" debdi. Endi bu adash shu necha kunda shu momayga amra bo'lib yetishib bordi ekanda. Mana bu birinchi hikoya. Endi ikkinchi hikoya tapagan to'rdashning do'sti. Mushu yo'ldoshlarning tovushi deb ashtaq bir nimalar bor-ku. Ancha-muncha da qo'lga taqaydigan bir nimalarni qipirdi. Ashlag'ida
Yani bu dostum hem de bir yoldaş dostudan anlap, vay bek izlesang sodağını bek yaxşı qilib beralaydik deb endi xurab iliq qo bu. Anlap hem şundan qiziqib sinab baxmayman majaqımın bo'lmagandan keyin deb berib aşınanga paranglashgandan keyin sodisi ham to'g'ri kelib qilib rast degandek yaxshi bo'lib ketibdi-da sodisi rasmiy burun o'tmaydigan do'konlarga o'tib pul tep ketdi. Sonra bu do'sti ham ma debbergan to'rdashqimi debdi-da. Adash, men mushtaq qilgandim, sodam yaxshi bo'lib ketdi. Amaliyot xurab iliq bu. Sodam yaxshi bo'lib ketdi. Sen bu qilamsa debdi. Sonra bo'ldi deb bu adashma, bu to'rdashma endi. Berib boqay debdi-da. Birinchi qitim uni oldin ola kelishib qo'ydik, yuyoq qo'ydik. Mana vaqt ko'rishimiz deb. Shu bir Urumchining bir yerida u bir nimasi deydimi? Ashga bor ekanda. Shu birinchi qitim menibdi, mangan yo'l shunda bearam bo'libdi-da bu qiz. Bearam bo'lib, ko'zlariga yoshlar kelib, bika. Shu uyga borsa, u bir moyim ish chiqib ketib qopti. Birinchi qitim ko'rshamabdi. Ikkinchi qitim yana bir ashta oldin ola kelishib qo'yib, yana bir ashta bosi bu adash. Bu qiz o'xshash ashta yo'ldosh topibdi. Bosi yana yo'q u. Ikki qitim ko'rshamay, uchinchi qitim hamda o'z chaqirdi-da. Va ikki qitim sizlarni mushta fangoz qilyapti. Men o'zim chaqiray sizlarni o'zinglar mundaq vaqt kelinglar men saqlab turma debdi. Bo'ldi deb ular yo'lga chiqibdi-da taksini to'rab. Shu oz qolgan sir shundaq bir bearam bo'lib ketibdi. Faqat bog'isi yo'q, ammo do'stim voy berib boqayli, u cho'ng ziyon qilmaydi, hech nima qilmaydi debdi. Shu mashinadan tushib, boshlari qiyib, putlar degan titrab, badan bir xil yuncha bo'lib ketdi odam. Yuncha bo'lsa, badanda kuch qolmay, talab ketdi, muzdek talab bosh qiyib. Oshunda bo'lib ketdi. Faqat ma'mayli qopdi, oz qolgan vaqtda shega. So'ngda adashman faqat bo'lmadim, o'tirib turay. O'z chiqsim kelib, qisnam ma'may qoldim debdi. Shu angacha shu nimaning ichidan Sangram deb qo'yamdi o'mishlarninkini. Butxon emas, rahib emas. Davshlarning ayrim. Ashunda Sangramdan chiqibdi-da, chiqib u. Shu ko'ribdi-da bularni. Ko'rib, men do'stini chaqirdim aka deb. Bu do'sti beribdi, ayolga, qari ayolga u. Chaqirib shu men do'stingni ko'rsam bo'lmaydi-ki, sening do'stingdan keyinda mushtaq qo'g'dayotgan bir nima borki. U meni yoqtirmaydi, men uning ishiga aralashsam bo'lmaydi. Do'stim o'zi ham o'zining nimqin tapqiniga razı bo'lib o'tkazib bo'ldi. U undaq sodini yaxshilayman deydigan ishlarni qilmasin, bo'lmasa ziyon qildi deb. Shunda deb turdi-da endi. Shuning bilan bu do'sti kelib, voy adash seni mushta deydi deb, men qaytib ketay deb qaytib ketibdi. Yani bu to'rdash ham uyga kelib o'ylasa, kichik vaqtida bundan bir ish bo'lganki. Bu to'rdash hamda kichik vaqtida 2-3 yosh vaqtlarda uydagilari bola boquvchi taklif qilib beradi ekan. Shu bola boquvchi boqadi ekanda. Lekin bak to'la qo'ldan tushib ketadi ekan. Shu bular bola boquvchi bexastaligiga o'xshaydi deb 4-5 bola boquvchi almashtirgan bo'lsa-mu, yana ashta tushib ketadi ekanda ish qilib qo'ldan. Oxir bo'lmay momisi men boqay deb beqibdi ekan. Shu bir kuni momisi bu to'rdashni quchoqqa o'ltag'izib, bo'yildi o'ltasa, cho'nglardan shu momis bor ekan, qolgan bir nevrakis bor ekan, nevrakis negatiga o'chaqda yo'q ekan. Momisning deb bergan gaplarda bu. Shu o'ltasa bir odam kiribdi, bir buvay kiribdi o'ylisiga. Buvay kirib, yaxshimisiz deb ko'rishibdi, voy keling deb bu mo'may qo'lda shu qizni ko'tarib tursa, bu buvay bu qizning boshlarini silab, qarasa boshda bu qizning 4 mi? O'zinikida 4, ufqisinikida 5 cho'gilmash ekan, bu qizning 4 cho'gilmash ekanda. Shunda cho'gilmashlarni ko'rib bu buvay bolaning beshida cho'gilmash bek chiqgan. Ko'ziga yiqin bo'lib qoldi deb birini berib, ankin chiqibdi-da. Bu mo'may voy endi sal ansirganda ko'pdi, lekin shunda chiroyli buvay ekan. Da pakiz ekanda, ilk odamga bir xil xotirjamlik tuyg'usi beradigan, shunchalik darajada chiroyli buvay ekan. Shu ashtada bil chiqibdi, u tamomsiz bo'ldi, men ishim bor, men qarsam bola aka, bolani ko'rib chiqay deb kirdim deb taxil chiqibdi.
Shu bir ish bo'pti. Keyin bu mo'may hamda shu yerda bolalar kelganda deb turibdi-da, mushuni voy mushtaq bir odam kirib beshini silab qo'yib chikatdi deb desa, yilqi nevra akisi shu chog'da o'gizda o'ynayotgan ekan, naq shu chog'da. Qarasa mo'misi birlari gaqiyotgan, bu mo'mam uy birisi keldimi deb o'gizdim deb qarasa, amaliyotda mo'misi u yerda hech nima yo'q ekanda. Mana oldi qarab bilan debdi. Angachilam xo'sh deb birisi bilan xo'shlashgandek bo'libdi. Bu bola hamda u yerda mo'man kimga qilsa desa, o'gizga nima chiqib olding deb xapuldi ekan emasmi? Ochiq keldi ekan, o'giz chiqsanglar xatarlik deb. Shu o'giz chiqqanimni huqqamsin deb gaqimabdi ekan. Keyin mo'may mush parangni qilib berganda, voy mo'ma nayada oldingda odam bor chog'da deb shunday bo'libdi ekan. Endi mushu ish bilan bu to'rdishimiz ishni birlashtirib so'zlab berdi. Ma'ni bir şey so'zlab ekan, men bunda o'ylasam, mo keyinda bo'lsa yaxshiroq ekan. Shu ashundaq bir odamning kaygini bilan bo'lib, andaq yerlarga berib, bir nimalarni qo'limga bundaq taqayman, sodamni yaxshi qilma deganiga toza to'g'ri kelmay qopti. Mana bu ikkinchi hikoya. Endi uchinchi hikoyamiz bir qizning beshida o'tganki, bu qiz Dashyoda o'qiyotgan vaqtida o'zi g'uljilikka atishliq bir bola bilan muhabbatlashibdi ekan. Endi shu ashtaq yurgan kunlarning birida bu qiz kechda shunda bir hajatga chiqib kelib uyg'onibdi. Uyg'onib asta hajatga chiqibdi. Hajatxon shunda bir maynatganda, odat unda bo'lmadi ekan, bo'lmasa shu kuni shunda bir maynat dedi o'sha hajatxonning. Shunda ajab maynat o'tdi deb o'ylab yotoqqa qaytib kiribdi. Shu yotoq kirgich o'g'arliqda ajoyib bir charchig'andek, mo'rlar besilgandek bir bearamchilik qopdi-da. Shu yotoq kirib suv ichaychi deb asti ustal olgan ustal qarasa suvi turibdi ekan bo'lmasa. Qaynoq suv. Shu oshni berib ichaychi deb qo'liq opdi. Shundoq ko'tirib ichishiga ig'izga kirgandan keyin buning ta'mi shundoq bir qirtaqda. O'yayildi qopdi. Angacha yotoq tashlarim uyg'ongan bo'pti, kirib chiqib shigan ekan. Voy nima bo'lding desa, mushtaq ajoyib narsa ichib oldim deb chiroqni yoqib qarasa, bu qo'lidagi suv emas amaliyotda. Qizlarning girimlarini yuydigan bir suylari bo'ldi-ku. Ashtaq suv ekanda, ximiyalik suv, ashni ichib olibdi. Voy tova mani ichib olibman deb yetib qopti. Yan necha o'tgan ekan bir kuni kechda o'g'il do'sti telefon qilib chaqiribdi, chiqing deb. Kechda voy kechib ketdi. Voy ko'rishaylik deydigan gap bo'pti debdi. Ma'qul deb ham chiqib birdam yinib kirmang deb bu qiz eshik tarafga mangsa, do'sti chaqiribdi-da, "Ey, nima mangding?" deb. U ma'bdimdan chiqib kiray desa, kim chaqirdi seni, nima ma'bdim chaqirdi seni, men qarab uxlamagandim desa. "Yo, ma'bdim telefon qilib kelsa, telefonga kammi deysan, sen nima mangding o'zing qarab baqa" deb qarasa, ishi keyinni qopdi, bu qiz deriz tarafga qarab mengibdi ekanda. Ama karton chiqarib yotqizib qo'yibdi. Bu qiz shuning bilan ansirab qopti-da. Ansirab qilib, endi savoqdoshlarim ma'lumlarga deb mushtaq ketsashda mangdigan bu qoldi. Yilim biz qarab turyapmiz, shu chatoq chiqmadi. Bo'lmasa egiz qavat ekanmiz, bu xatarlik qoldi-ku. Shu ma'lumlar degandiki, ma'lumlarmi endi bu qizni uyga berib davolanib kelsin deb damilish qo'yib turibdi. Bu qiz shu g'ulji qaytib kelgandan keyin ma'lum bir doktorxonada yetibdi. Ashta yetayotgan mezgilda yana bir kuni kechda ashta telefon kelibdi-da. Asa yaniliq atishmoqdi. Voy mayoq chiqa, men seni ko'gil keldim, yo'qlab keldim debdi. Bu qiz uni olib xo'shi kutdi-da, "Rost keldingizmi? Siz Urumchida o'qiyotgan, Urumchidan keldingizmi? Voy keldim, men seni yo'qlab keldim" debdi. Shu telefonni bilan to'xtab turgansiz, men azroq o'zimni yasab olay deb doktorxonada olgandan keyin girimlarni qilgan bo'pti, ash qoldi paranglashgan telefonda. Chachlarini o'ngshigan bo'pti. Chiroyli bir kiyimlar va kiyimlarni kiygan bo'pti. Ashtaq balnisdan chiqibdi-da. Shu qo'l telefon pastga tushib balnis binasini. "Qayerdasiz?" desa, "Sen sol tarafga qarab manga, men shu yerda" debdi. Bu qiz ham u aldirashli hayajonda o'ngsini uqmay o'ng tarafga qarab mengibdi-da. U sol taraf ilqi balnislarni keyin bir bemorlar aram oldigan o'rmonlar oldi, o'rmonga. Va o'ng taraf cho'ng darvoza tarafga. Shu cho'ng darvoza tarafga qarab ketyapsa, o telefondagi bola, "Ey, sen nega ketib borsan? Men seni moyoqqa mangdisam, oyoq ketib borsan-ku. Kelama men tarafga" deb xafa ketdi-da. Shuning bilan bu qiz, "Ha, ma'qul xafa bo'mang" deb
keyniga o'rilib, aş o'rmonliq tarafga qarab menib, achada jiddiy qutqizish bo'limi bor ekan. Qanday bo'lgan aşu jiddiy qutqizish bo'limining ichiga kirib ketibdi. Shu yerga kirgandan keyin ananikin bu abaytniq hech qanday ovoz anglamabdi ekan. Aş telefondagi aş balaning ovozi bor ekan. Ashga kirgandan keyin tuyuqsiz quloqlari ichilgandek bo'lib, ondan da uçusu qirsa, o uçusida kiyimi yo'q ekan. Voy bu deb qo'li qarz qo'l telefoni yo'q ekan, qo'lnash telefondagi qilib qilgan ekan o'zi. Shu qo'rq ketdi-da o'zi, burni qanab ketdi. Shu tozaliq joyda shu ekan. Voy qizim, nima bo'ldingiz deb suxallaga kiribdi, yuz ko'zini yuvib. Bu qiz esa yig'lab ketdi-da, "Adam o'zimning qanday chiqqanini uqmayman" deb. Shuning bilan qo'li qarsa, qaysi balnes, qaysi karvat deganlar bo'lgan ekan. Men ham sizni akirib qo'yay debdi. Akirib qo'ygandan keyin o balnesdagilar hayron qolibdi-da. "Voy bu qizga biz boy qarab tursak, uxlayotgan bo'lsa, tuyuqsiz o'rnidan turib, mush qo'lini telefonda qilqi qo'yib, voy keldingizmi deb shunda qo'shib ketdi. Biz hayron qoldik. Bu qiz ham o'yin qo'yaptamdi dedik. Shu birdamdan keyin tomlarga qarab, yuzlariga bir nimalar surkigandek bir harakatlarni qilib, sochlarini o'shaplam, chiqib ketdi deb ular unda debdi-da. Bu qizning abay ko'yganda hamda aynakka qarab grim qilgan bu qiz, sochlarini o'shab yasab chiqar o'zini. Amaliyot ashtaqibdi-da. Shuning bilan shu ish o'tdi. Ishga ketdim, ashta ma'abdidan telefon kelib bunda bo'lgan ekan. Bu qiz ham sal g'alita o'ylaydigan bo'libdi, xonada shub ketdi deb. Keyin maktabga qaytibdi, u bal bilan bir ishlab, chiroyliq baribir ikkimiz kelganmiz deb ayrilib ketganmi bo'pti. Keyin o'qishni bitirib qaytib kelib, boshqa birisi bilan to'y qilibdi-da. To'y qilib xeyli bir vaqtlargacha, taki hozirgacha desak ham bo'ldi. Tushida shu atdiki shu muhabbatlik kirdiki. Ovozimi shu, chiroyimi shuki, endi bu qizning nazarida u amaliyotdagi u bola emas. Tushimdagisi ayrim faqat o'xshaydi shu, lekin u boshqa bir odam deb bu qiz shunda o'ylaydi-ki, anandagi to'g'ri bir ishlarni tushiga kirib, o'sha bola deb birdikanda, mandaq yomonlik bor, mandaq yaxshi bo'lmaydi, ayag bo'lma, men qilma, andaq dedi seni, mandaq seni deb, seni andaq dedi deb, hozirgacha ashta jiqyalarda ashta yordam qilgandek tushida ashta qilib qo'ydi-ki, andan keyin to'y qilgan bolasi bilanmi yaxshi bo'lib bo'lmabdi-da. Bolasi tug'iliblam shu so'qash bo'lib, u bolani to'liq harbisi, u bolaga bu qiz shunda bir sat ko'rindi ekan. Bika o'shib ketdi ekan u bola. Jimmi o'ltasimi, nimda jiq gaping jiq sening deb qopib tillab ketdi ekan. Bu qiz hayron qoladi ekan, to'g'ri men gapirmasammi gaping jiq deydi bu deb ashtaq bir o'sh ko'rib ketdi ekan-da. Hozir endi ikkisi ajrashib ketdi. Mush ishlarni endi may gaylarimni anglab, to'g'ri ajoyib ishlar bo'ldi deb so'zlab turibdi ekan.